Yaxşımısınızlar to'rdoshlar, men sizlarni oshpaz bo'lsanglar, shouku hech qanday filmimni oxirigacha ko'rmasangiz mayli, meni oxirigacha ko'rgan bo'lmasa ziyon tortib qolsizlar. Mush ikki talla tayyor cho'pni o'xshagan bir taq say qorishni o'rganib chiqamiz. Mush sayning hammani mushalat ushaq sirqi to'g'rab tayyor qilib olamiz, qozonga suv elib. Suv qaynagan ikki talla tayyor cho'pni silib, qozonni bir qaynatib olamiz, yenik kot. Qaynatib bo'lgandan keyin suzib ep, sovuq suv pokis choy qutimiz, suyun cho'qim pok saqitib o'tamiz. Qayta boshdan qozonga kichikroq may esib, bosh piyozni silib ikki qo'rib etgandan keyin lazını selip yana ishga qo'raymiz. Sirqib to'g'ralgan basayni selip yana ishga qo'rib, mana suzib elib olamiz hamda. Mana suzib elib olgandan keyin cho'yliga qayta boshdan kichikina mayasimiz. Qayta boshdan kichikina mayasi tuxumdan ikki tal chaqib tuxumni qo'rib olamiz to'rdoshlar. Bo'shalat mana. Ezib qo'rib olamiz. Hamda mush tayyor cho'pni solamiz. Yeni ko'ta ishga qo'rgandan keyin mana abay qorib evagan saylarimizni salamiz. Palahni salamiz. Mana yenik yana ishga qo'raymiz, O'shalatda. Buningga Xunshao Jangyo, Lajaviyni azroq qo'shamiz. Dori-darmondan tuz, vijing, jijing salamiz, azazini. Oningdan boshqa ortiq hech qanday narsa qatmaymiz. Mana yana yenik ishga qo'rgandan keyin taksiga olib iste'mol qilsak bo'ldi. Ikki qo'yliq tayyor cho'pda mana o'xshagan bir taxsa, ikki taxsa sayolab chiqadi. Shuni to'rdoshlar, ma film chiqim oxirigacha ko'rib, bir qo'llab qo'ygan, yurak ko'rib, pinglim berib, meni qo'shmaganlar qo'sh yo'lan ko'plar taqib qo'ygan mushta yangiliklarni chiqarib turaman. Hammanglarga rahmat.